Onam aytgan qiz sizmisiz? Ha, menman. Onam ismi nima unda? Farida opa. To'ppa-to'g'ri. Kiyinish uslubingiz menga juda ham yoqdi. Albatta o'zimga ham yoqadi, chunki men yoshligimdan meksikanskiy kinolarni ko'rib katta bo'lganman. Klassik uslubida, kovboy uslubida kiyinishni xush ko'raman. Ha, bilinyapti. Bitta savolim bor. Xo'p. Qizlar bilan gaplashganmisiz? Sevganingiz bo'lganmi? Albatta bu nozik masala, lekin boshidan rostgo'ylik bilan boshlansa yaxshi bo'ladi. Yo'q, men qizlar bilan gaplashmaganman, qizlar bilan sevishmaganman. Bunga vaqtim ham bo'lmagan, chunki meni bizneslarim bor. Ish yuzasidan gaplashganman faqat. Siz o'zingizchi, yigitingiz bormi? Yo'q, bir xil ekanmiz. Albatta, siz menga yoqdingiz, ayniqsa sizning ham qora atirgullaringiz odamni o'ziga tortyapti. Rahmat. Shunaqa boshqacha kiyinishni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Baliqchi Chinoboddagi Shukron oilaviy restoraniga xush kelibsiz. Nima buyurasiz? Biz sizlarni mangal setilarda oldin yeb ko'rganmiz, bizga yoqqan. O'shuning uchun bizga bitta mangal seti, bitta mursko kapris, bitta jenskiy kapris olib kelasiz. Xo'p, bo'ladi. Siz menga yoqdingiz. Rahmat, siz ham menga yoqdingiz. Endi bir-birimizga yoqqan bo'lsak, kattalar o'zlari to'y kunini belgilashib oladi. Xayriyat, chiqdingmi? Voy, oma dalim qaytib ketdi, zo'rg'a chidadim-e. Nima balo, itishlar shunchalik quvordimi? Bilmaganlikka oma. Demasa. Qiz kelyapti ofisga. Aytmoqchi. Qadlajapman. Yaxshi, ham baxtimizga masalan kovboy kinolar bor ekan. Voy, chiqdingmi? Buncha qolib ketding, o'rta. Ha, chiqdim. Qali, yaxshi o'tdimi? Yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi, bir-birimizga yoqdik, lekin ma'lumingda rosa bo'lib Yechma, yechma. Uyda yechasan, tushundingmi? Ha, esimda yo'q.